Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Sofirdagi ukalar bugungi darvozamizni o'z joyiga olib o'rnatdik. Bugungi darvozamiz Farg'ona viloyati O'qchi tumani Mallaxon qishlog'iga olib o'rnatib berdik. Bugungi darvozamiz razmerlari eniga 3 bo'lyapti, bo'yiga 3 razmerda bo'lyapti. Materiallarimizni aytib o'tsak, stoykalarimiz 10 lik shviylar bo'lyapti. Mashina kirish qismi bilan aynalyapti. Profillarimiz 6x1,5 stenkali bo'ldi. Listlarimiz 2 lik qora listda bo'lyapti. Ranglarimiz mokri rangda bo'lyapti, juda chiroyli chiqdi. Zamoklarimiz zubr zamokdan bo'lyapti. Bo'lsa juda chiroyli ochilib bekishlari. Agar shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilaverasizlar. Buni 1 kvadrat metrini 850 ming so'mdan olib o'rnatib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab dostavkamiz bor. Har xil razmerdagi, fasondagi darvozalarni ham beraveramiz. Sog' bo'lasizlar.